Bulochkalar hech qachon o'xshab chiqmaydigan qizlarjonlarim. Bu retsept aynan sizlar uchun. Ekrandan sizga uzata olmayman, lekin retsept bilan bo'lishim mumkin. Masalliqlarni birin-ketin aralashtirib olganimizdan keyin yanada mazaliroq bo'lish uchun margarinimizni eritib, xamirimizni boshlaymiz. Mazasi va yumshoqligi hech qachon uyaltirib qo'ymaydi. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Elangan unni solib, xamir qoramiz va ustini yopib qo'yib, oshirishga yuboramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga qanday qilib bulochkalarni oshib chiqishini ham albatta o'rgataman. Magazindagi bilan birga bir o'xshab chiqadigan bulochkalarimizni tayyorlayotganimizda, tayyor bo'lgan bulochkani duxovkaga yuborishga shoshilmaymiz. Oldindan qizdirilgan duxovkani o'chirgan holda issiq duxovkaga xamirlarimizni, tayyor bulochkalarimizni solib qo'yamiz va oshib chiqqandan keyin yuzlariga tuxum surib, keyin duxovkani yoqamiz. 180 gradusda yongan duxovkamizda 20-25 daqiqada bulochkalarimiz pishib chiqishini kutamiz. Bir-biridan mazali bo'lgan bulochkalarimizni tayyorlab ko'rib, duolarni olib, meni har doim o'xshab chiqadigan retseptlarimni yo'qotib qo'ymasligi uchun albatta obuna tugmachasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha, yurakchani bosishni ham unutmang.